Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Demak, siz Meros Milliy markazining navbatdagi onlayn majlisiga xush kelibsiz. Mana bu yerda bizni majlisimiz a'zolari ishtirok etyaptilar. Assalomu alaykum barcha ishtirokchilarga. Allohning salomi, salovati, rahmati bo'lsin. Xo'p, birodarlar, mana Meros markazimizni faoliyati davom etyapti. Bugungi majlisimiz onlayn majlisimizda ko'rib chiqiladigan, qaror beriladigan masalalar bor. Birin-ketin shularga o'tamiz. Navbati bilan sizlarni, demak, fikrlaringizni o'rganamiz. Ammo hozir men bu haftalik qilingan ishlar bo'yicha bir axborot bersam, keyin u yog'iga kun tartibidagi masalalarni muhokama qilamiz inshaalloh. Xo'p, birodarlar, o'tgan hafta mana shu suhbatimizdan keyin assalomu alaykum. Uzr, gapingizni bo'lib yubordim. Hurmatli jamoat, yaxshimisizlar? Men hozir Makkada jamoatlarni bir joydan olib keldim, avtobusda. Uzr. Xizmatda bo'lib qoldim. Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Musofiratda ishlar bilan, xizmatlar bilan Alloh davomiy qilsin, Alloh ajrlar bersin. Eshitaman. Xo'p. Qandaydir ovoz kelyapti. Kameralarni yopib qo'yinglar. Gapirmayotgan paytda yopilib tursin nimalaring. Mikrofonlaring yopilib tursin. Faqat eshitinglar. Xo'p. Demak, bu haftalik qandaydir ovoz kelyapti, birodarlar. Kimnidir mikrofoni yopilishi kerak. iPhone'dan mikrofon yopib yuboring. Bu mikrofonni yopib turing, domla, biz gaplashib olaylik. Yopildi aka. Men olib boryapman bu mehmonni, men istayman. Xo'p,